Gunohi bor, istig'for aytsa, mag'firat so'rasa, gunohi yuvilar ekan. Hojatman hojatini so'rab, niyat qilib istig'for aytsa, hojati chiqar ekan. Allohning aytganini qilib, Allohga yaqin bo'ladigan amalga muyassar bo'lganda insonning ko'ngli bo'shashib qolishi bor. Bajarib qo'ydimu degan holatga o'tib qolishi bor. Shundan saqlanish uchun astag'firulloh. Eng yaqin Allohga eng yaqin holatda bo'lib turib ham yana istig'for aytiladi. Chunki har qancha qilsak Allohning oldida biz qilganimiz oz. Qilib qo'ydi-ku deyishga haqqimiz yo'q. Nuqsoni bo'lgan bo'lsa kechirgin astag'firulloh. Ko'nglimga bir narsa kelgan bo'lsa kechirgin astag'firulloh. Yana bundan ko'ra yaxshiroq bo'lishiga o'zing sazovor qilgin astag'firulloh. Shuning uchun mana namozdan keyin doim Rasul akram alayhisolatu vassalom o'zlari astag'firullohni aytganlar. Shu sunnat bo'lib qolgan.